Masaru Ibuka. Uchdan keyin kech. Birinchi kitob. Nargiza Nurmuhammad Hamidulla qizi tarjimasi. Toshkent 2025 Hilol nashr. Kirish. Qadim zamonlardan buyon noyob qobiliyat irsiy bo'lib, naslning kelib chiqishiga bog'liq deb hisoblanadi. Mozart 3 yoshida pianino chalgan yoki Jon Styuart Mill lotin tilidagi mumtoz adabiyotlarni ham aynan shu yoshda o'qigan deb aytishsa, ko'pchiligimiz oddiygina albatta, axir ular buyuk daholar-da deb qo'yamiz. Ammo Mozart va Millning go'daklik davridagi hayotining chuqur tahlillaridan ma'lum bo'lishicha, ularning buyuk shaxs sifatida yetishishida ota-onalari qo'llagan tarbiya usullari alohida e'tiborlidir. Mening fikrimcha, na Mozart va na Mill daho bo'lib dunyoga kelmagan. Ulardagi qobiliyat to'liq rivojlanishi uchun go'dakliklaridanoq qulay shart-sharoit yaratilgan va samarali ta'lim berilgan. Aksincha, yangi tug'ilgan chaqaloq tabiatiga xos bo'lmagan yomon muhitda tarbiyalansa, u holda har tomonlama iste'dodi shakllangan yetuk shaxs bo'lish imkoniyati yo'qoladi. Bunga bo'ri qizlar tarixi eng yaqqol misol bo'la oladi. 1920-yillarda Kalkutta, Hindistondan janubiy-g'arbiy tomonda joylashgan g'orda missioner va uning xotini tomonidan topilgan opa-singil qizlar Amala va Kamaladir. Er-xotin missionerlar bo'rilar orasida tarbiyalangan qizlarga insoniy sifatlar singdirish va insoniy qiyofa berishga qancha urinishmasin, barcha harakatlari behuda ketdi. O'z-o'zidan qabul qilinganki, odam shaklida tug'ilgan chaqaloq odam, bo'rining bolasi esa bo'ridir. Biroq bu qizlarda insoniy sharoitlar va muhitda ham bo'rining qiliqlari namoyon bo'lishda davom etaverdi. Demak, chaqaloq tug'ilgandanoq uni o'rab turgan atrof-muhit va ta'lim-tarbiya uning kim bo'lib yetishishini, odam yoki bo'ri bo'lishini aniq belgilab beradi. Bu misollar haqida fikr yuritar ekanman, men yangi tug'ilgan chaqaloqqa ta'lim-tarbiya va atrof-muhitning qay darajada kuchli ta'sir qilishi haqida ko'p o'ylayman. Bu muammo nafaqat ba'zi bolalarning, balki butun insoniyatning salomatligi va baxti uchun ulkan ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun 1969-yilda men Yaponiya erta rivojlanish assotsiatsiyasi tashkilotini tuzishni boshladim. Mahalliy va xorijiy olimlar to'planib, o'sha paytda butun dunyoni qiziqtirgan va e'tiborni tortgan doktor Shinichi Suzukining tarbiyaviy sinflarda kichkintoylarga skripka chalishni o'rgatishga asoslangan o'qitish uslubini o'rganish, tahlil qilish hamda tatbiq etishni kengaytirish haqida fikr almashdilar. O'z ishimizda olg'a siljar ekanmiz. Bizda bolalar tarbiyasiga an'anaviy yondashuv naqadar noto'g'ri ekanligi ayon bo'la boshladi. Odatda biz bolalar haqida barcha narsani bilamiz deb o'ylaymiz, ammo ularning haqiqiy imkoniyatlari haqida juda kam tasavvurga egamiz. Biz 3 yoshdan katta bolalarga nimani o'rgatish masalasiga ko'p e'tibor beramiz, ammo zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra, bu yoshgacha bosh miyadagi hujayralarning 70-80% rivojlanib bo'ladi. Bu esa biz o'z xatti-harakatlarimizni 3 yoshga to'lgunicha bolalar miyasini erta rivojlantirishga yo'naltirishimiz zarurligini anglatmaydimi? Erta ta'lim chaqaloqlarga dalil va raqamlarni majburlab o'rgatish degani emas. Asosiysi, yangi kiritilayotgan tajribani o'z vaqtida tatbiq etishdir. Go'dakni kecha-yu kunduz parvarish qiladigan shaxs, ya'ni ona, buning uddasidan chiqadi va bola tarbiyasidagi zarur vaqt qachonligini aniq his etadi. Biz ta'limni o'qib o'rganadigan holat deb o'ylaymiz, ammo maktabgacha ta'lim o'qib o'rganishdan oldingi bosqichdagi ta'lim hisoblanadi. O'z vaqtida erta ta'limning yagona jihati bo'lib, buni tatbiq etadigan shaxs onadan o'zgasi emas. Albatta, bolaning ta'lim olish mas'uliyatiga javobgar onalar farzandining kelajagi haqida o'ylab, ularga ko'proq e'tibor qaratish haqida qayg'uradilar degan fikrdaman. Ushbu kitobni ana shunday g'amxo'r onalarga ko'maklashish uchun yozdim.